Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun yana bir oshxona yo'limizni o'rnatib berdik. Ko'rsangizlar bo'ladi. Dopatolog bo'ldi. Kashmir svetda bu yerda dekorativniy polkalar qo'yib berdik. Stollari rossiyskiy qalin stol bo'ldi. Bu yerda moyka, настольный gaz, tortma, ichida qoshiq patnoslar bilan. Bu yerda xolodilnik, ustida hali katta xolodilnik olaman dedilar. Ustida polka ishlab berdik. Fakat keyin bu yoqda eshikni beklab berganmiz, bu yoqda arestollarni beklab berganmiz. Shunday chiroyli bo'lib chiqdi ishlarimiz. İşlerden bir qator ko'rsatib o'taman. Kim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, birdan like bosib qo'ying. Rahmat.